Assalomu alaykum. Hozir bera qilayotgan ishimiz kuzga qalamchalarni kesib, ko'm qo'yganmiz. Teskari qilib, mana bu yerga go'miz tashab qo'yilgan. Xudo xolasa bu hammani mana guvohligiga ochamiz. Bu nishlagan bo'lish kerak, oq tomircha qiladi. Buni o'sha kuzga, noyabrga, abresiya vaqti boshlanadi-ku. Kimdir oktyabr oxiriga, kimdir noyabrda boshi bilan o'sha paytdan boshlab kesilgan qalamchalar 35-40 sm shu atrofga 100 tabancha qilib kesilgan. Yana yamamiz ham chuqurligi qalamchamiz bo'yi bilan barobar. Teskari qilib qo'yilgan. Mana bu tepa tarafi nishlagan, bu tarafi nishlamagan. Hozir hech qanaqa to'g'ri qilinmagan. To'g'ri qilmasdan qilganmiz. Tepa tarafi nima uchun past tarafini ishlamagan, tepa tarafini ishlagan. Ana nishlayotgan taraf tepaga bo'lgan, issiqqa turadi, biogomiz salafan namlangan, past salqinga turadi. Nima deydi? Qo'shilish marosimi deydimi? O'qibchilik. O'qibchi bilan. Mana shu qalamcha. Qarang. Bitta ko'z qo'yguncha kirish kerak, bitta ko'z qo'yguncha. Teskari qilib qurilmaydi, teskari suqilmaydi. Kimdir teskari quradi. Buna qurilmaydi. Arasi mana shu 5 ta barmoqni ochmasdan turib, mana shu 10-12 sm. Mana shu 4 barmoq mana. Mana shunday bo'ladi. Yonidan yana ketaveradi, yonidan. Faqat ehtiyot bo'linglar, bitta ko'zni teskari tepaga qo'sa bo'ldi. Bitta ko'zi. Mana. Nima qilsangiz qiling, bitta ko'zi qo'sa bo'ldi tepaga. Qolgan hammasi pastga ketish kerak. Ana bu. Mana qanday tomirlab ketgan. Mana tomirlab ketgan. Bu mana ko'rib turganlaringizdek bulutli havoga moslashtirganmiz. Hozirgi temperatura 22-23 bor. Mana shu holatga keladi. Mana bu taraf ko'karib ketmagan. 1 yillik ko'chatda ildizlagan bu. Buni prямо yerda o'ziga 3 ga 1,5 sxemaga qursa ham bo'ladi. Bemalol. Mana tomirlarni qarang. Ildizlari qanday ajoyib bo'lgan. Mana kurtakchalari, kurtak joylari mana hozir cho'qcha bilan kesib ko'rsatamiz. Mana kurtakchasi. Mana shu ko'chat, qalamcha. Mana bu kurtak joyi tepasi. Mana pastda ham yashil turibdi mana. Mana kurtak joyi mana. Yam yashil turibdi. Hozir avval bog'lagan o'zidan o'zi zona deydi-ku, sizlarga ham zona deydimi? Atvodka deydi, parxish deydi qayerlargadir. O'sha parxish qilib ko'paytirganlar. U parxish usuli sifatsiz bo'ladi, uzumni yaxshi yetishtirib olmaydi. Mana bunaqa ko'kartirish, ko'chat qilish bilmaganlardan keyin parxish qilingan. Ko'chat qilib bilmaganda har kim. Endi bizning maqsadimiz O'zbekiston uzumchiligini rivojlantirishga o'zimizning hissamizni qo'shish. Ko'chat yetishtirish sirlarini o'rgatish maqsad. Hamma ko'chat qilishi mumkin yetishtirishi. Mana shu oddiy narsa mana ko'ryapsizlar. Kuzga kesilgan qalamcha hali yerga kirmasdan turib tomirlagan. Sumalakda nimasida-ya? Reshasida. Tomirda mana. Olishga ham apa qiynalib bo'libdi mana. Hozir o'sha tomirlari bir-biridan ajralmagandan bir-birini yaxshilab qisib olgan mana. Tomirlarni qarang-da. Bu yer qayerda o'zir apa? Ha. Buxoro viloyati Rometan tumani. Peshkudanda. Anchalar Peshkidan. Buxoro viloyati Rometan tumani Bog'oturkon mahalla fuqarolar yaqinida. Shuna. Bor. Shunaqa. Yana bir noyob eksklyuziv navchalarimiz bor. Ularni olib surpriz qilib aytmay turibmiz. Boshqa davlatlardan kelgan yaxshi. O'sha dunyoning eng zo'r top-way navlari bor. Mana qarang. Mana tomirda qarang, tomirda. Mana buni suv keladi. Suv bu yoqqa tushadi. O'g'it tashlaymiz, o'g'itga aralashib, mana bu ariqchasidan ketadi. Ariqchadan mana bunaqa turbachalardan yuboramiz.
har qaysi kuchdan to'g'risiga, ariqchani to'g'risiga turbachalarni qo'yib chiqamiz. Bu yoqdan ariqchadan suv yuriydi. Turbachani olamizda. Ha. Mana yamamizni ham yarimga keldik. Hamma joy mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday tomircha qilib kelgan. Pastki tarafi tomirlagan. Tepa tarafi kurtaklashga tayyor turibdi. Qaysilardir mana ko'kargan, hosilchalar qilgan ba'zi birlari. Hozir men hosilchaliklarni ko'rsataman. Mana. Mana shuni ko'rsating-da operator. Mana. Mana shu hosil. Bu degani bu qalamcha birinchi yildan hosilga kiradi degan narsa emas. Bu o'tgan yilgi navda. Agar bu daraxtga, tokka turgan bo'lganiga mana shu navdalar hosilga kirgan bo'ladi. Mana buni uzumni pishirgan bo'ladi. Lekin bu qalamchamizni yerga o'rnatamiz. Bir yildan keyin katta shoxlab ketsa ham birinchi yil, ikkinchi yil bu hosil bermaydi, hosilga ajrata olmaydi. Hozirgi hosil ajratgani bu o'tgan yilgi kuchini, onasini evaziga bo'ladi. Ko'pchilik shuni noto'g'ri tushunadi. Kimlardir qalamchalarimiz birinchi yildan hosilga kiradi deb ko'pchilikni aldab ko'chat sotayotganlar ham bor. Mana shu qalamchalarimizni bittadan qadoqchaga soladida biogomosga tuproqqa aralashtirib, salgina ko'klatib, mamlaqa ko'klatib, falon puldan sotyaptilar. Uni olgan odam menga chiqadida quritdim, ko'kartira olmadim, boshqa qildim deydi. Biza tayyor 1 yillik ko'chat qilamiz. Mana shu qalamchalarimizni tomirlatib 1 yillik ko'chat qilamizda kuzga xudo xolasa ko'chatlarimiz tayyor bo'ladi. 1 yillik ko'chat bo'ladi. Mana hozirda o'ziga mana qaysilardir bir qarishlik tomirlagan. Yerga qo'yganimizdan keyin yana ham bu tomirlari pishib, yana ko'payib ketadi xudo xolasa. Mana qalamchalarimiz. Qalamchalarimizni hozir asli mana buni arasini ochib, ko'chatlarimizni qo'yib, qalamchalarimizni qo'yib, mana shu bitta ko'z qolguncha tuproq bilan ko'mishimiz kerak. Lekin katta maydon, katta partiya bo'lgani uchun bizga oldin pushtasini tayyorlab, keyin unga mana qilib suqib chiqamiz. Suqqanga baribir qolaykoni qoladi mana. Hozir mana shu tuproq bo'lsa, mana shunday qilib tiqamizda bir ko'z qolguncha. Bu
Mana shu tomirlari qo'lli. Hozirgi boyagi ko'proq tomirda mana shu narsa qo'lli. Ko'karib ketishga shuni o'zi ham yetadi. Bu yana tomirlaydi. Mana bu yerlardan tuproqqa tegib turgan joydan, nam tegib turgan joydan, hamma joydan tomirlab ketadi to kuzgacha. Bitta ko'z qo'yamiz. Hamma ildizlar mana shu bitta ko'z uchun xizmat qiladi. Bitta ko'zni yaxshigina bor kuchini bitta ko'zga beradi, kurtakka beradi. Shuning hisobidan sifatli ko'chat yetishtirsa bo'ladi. Ba'zi birlar yarmini ko'chaga qo'yadi. Mana bu ta'minotchi ildiz ikkita, uchta kurtakni boqa bilmaydi. Lekin biza bitta kurtagini tepaga qo'yib, qolganini pastga qo'ysak, 4-5 ta kurtak, bitta kurtakni bemalol boqa biladi. Mana bu 4-5 ta kurtakdan hamma joydan ildizlab ketadi. Videolarimiz manfaatli bo'lgansa, qo'llab-quvvatlab, layk-chalar bilan poddershka qilib turinglar. Biza bu jarayonlarimizni ko'karish jarayonlarini ham ko'rsatib boramiz. Keyin uzumchilik sirlarini yoritamiz deb va'da qildik. Yaxshi ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Uzum ko'chat tayyorlashda siz qaysi usullardan foydalanasiz? Kommentariyaga fikrlaringizni, izohlarga yozib qoldiringlar. Biz bog'bonlarga bu manfaatli bo'ladi. Hammalaringizga rahmat, salomat bo'ling.